Endi materialdan keladigan bo'lsak, kashtan akrildan qilib berganmiz, matosidan qo'lni izi qolmaydigan qilingan. Korpuslari o'ziga moslab, shu korpuslarni ham hozir alyuminiy deb qo'yadi. Shunaqa laminatdan qilingan, Rossiya laminatdan, chekalariga rezinli kronka bosilgan, chiqib ketmaydi umuman. Birlik, motor emas. Ruchkalari ham turba, yuqa ruchka emas, temir ruchka, uni odamlar qilib duka olmaydiganlar. Eshiklari vakuumli, o'zi yopiladi. Tepada chiroqlari 3 xil yonadi. Bu qandaydir kirgan odamga bir boshqacha kayfiyat ulashadigan qilib chiqib berganmiz. Bu yerlarga katta shkaf qilib berganmiz. Bu yerga mont posqon, katta nima ishlasa, solib ishlasa bo'laveradi. Bu ham 2 xonali. G'aladonlari qosh soladigan plastmassa idishlar qo'yilgan. Bu yerda yuvib, bu yerga quysa bo'laveradi, ishib ketmaydi. Bundan keyin olib suvni to'yib olsa ham bo'laveradi. Vakuumli o'zi tortadigan, hatto tortmalari ham vakuumli bo'ladi. Stali shitsalari Rossiya, zavodga o'zi o'yin garantiya bergan, o'tga suvga chidamli. Pichoqda ham ancha shilinmaydi. Umuman shilinmaydigan. Kafelarni o'zimiz bosib berganmiz devorga. Kafel yo'q edi deganimizda. O'zimiz yopishtirib ketganmiz kafelarni. Bu yerga mana gaz diskalarini o'zlari olgan. Bu shunday qilib moslab, bu pastlik hisobiga, beni kir mashina hisobiga bu baland bo'lgan. Keyin buni o'zimiz mana bunday yechib ketdik. G'ildiraylik qilib, bemalol gazni shuni olib chiqib, bemalol ishladigan olib kelib qo'ysa bo'laveradigan qilib g'ildiraylik berganmiz. Mebelni bo'yi tepasi bu yer 90, kamida har doim 60 bo'ladi. Undan keyingisi 80. O'xshida hozir 240 ga boradi. Baland bo'lgan, bagajga chiqish uchun klient o'zi kattaroq qilib bering degan uchun kattaroq qilib berdik. Buni pagonometrini, shu bir pagonometrini 2 million 400 ming so'mdan qilib berdik. 2 million 400 ming so'm ichida nimalar kiradi deganda bonuslari birinchisi bu yerda mana sushilkalar qo'yilgan, idish tergani. Bu yerda taxtagacha ham bonus bo'ladi. Qoshqo'rg'on plastmassasi bonus bo'ladi. Tagida elektro bonus bo'ladi. Mo'ykani klient o'zi olgan, $100 mo'yka olgan. Biz qo'yadigan mo'ykamiz 400 ming so'mlik. Bundan sal boshqacharoq bo'ladi, lekin bunaqa bo'lmaydi. Mo'yka bonus bo'ladi. Xo'p, yana nima? Agar joyiz 5 metrdan baland bo'ladigan bo'lsa, masalan 5 metr bo'lsa ham, uni ichida biz vitishga qo'yib beryapmiz. Vitishga mana bunday vitishga emas, buni klient o'zi olib qo'ygan ekan. Biz qo'yib bergan vitishga zifler sensorli bo'ladi, o'zi yonadigandan. Qo'lda sensorli bo'ladi. Shunda $100 vitishga qo'yib beramiz bonuslarning ichida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish bor. Dizayni, rangi, fasoni hech qanaqa pulni o'zgartirmaydi. Faqat bizda material bilan razmer pulni o'zgartirib xolos. Bemalol siz aytgan, siz xohlagan rangda qilib beramiz, tayyorlab beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.